Assalomu alaykum mahalladoshlar. Men o'zimni tanishtirishim sababi meni kimdir internetlarda kuzatib boradi. Beshbuloq mahallasida mana Qirondan beradi, Ko'skadan burilganda Beshbuloq mahallasiga keldim. Mana do'stim Aliyan Shirali. Biz bu bilan yelkadosh bilan ishlaganmiz. Kimlardir bilar, kimlardir bilmaydi. Kelganimning sababi sizlar open budjetga qo'ygan ekansizlar. Sizlarga birinchi beradigan maslahat beradigan maslahatim xalq sizlarni mana shu akamiz tashabbuschi tashkillashi targ'ibot tashkilot ishni olib boryaptimi? Oldida bitta yana yordamchisi bo'ladi. Sizlar izidan yaruvchi sizlar hurmatli fuqarolarimiz. Beshbuloq mahalla birlashsalaringiz yutasizlar. Mana shu sizlarga bir motivatsiya berish maqsadida keldim sizlarga. Har kuni majlisga sizlarni chaqiryaptimi? Mana shu akamiz tashabbuschi. Aslida bu open budjetni xalqning o'zi o'ylaydi. O'zi tashabbuschi qo'yadi. Bu open budjetni bo'lishidan sababi nima bilasizmi? Prezidentimiz xalqni bir-biriga birikib jipslashib harakat qilish uchun qo'ydi buni. Bu open budjetga qo'yadigan pulni davlat beradi sizlarga. Davlat beradi. O'shani sizlar birikkan holda yutib ko'chalaringizda ravon yo'llar, asfalt yo'llar yoki suv yoki stalva yoki ana shunday transformatorlarga o'ynalar. Hamisha chaqirdim, har kun kelingizlar. Birinchi marta o'ynashlaring. Yana bir narsani aytib o'tay sizlarga. Yildan yilga komandalar qisqarib ketyapti. Sababi zo'r yutgan komandalar qo'yilmaydi. Bu ko'chalar asfalt bo'ldi. Yildan yilga kamayib ketyapti. Kelingizlar, yutish oson bo'ladi. Maslahatim, motivatsiyam. Kesalaringiz hamma bir-biriga qarab kuch oladi. 10 tangiz kelib 5 tangiz yutolmaymiz. Yo'q, yutsa bo'ladi. Birinchi Obod Guzar mahallasini qo'yganimizda Sarasyondan, Termizdan, Jarqo'rg'ondan ovoz ko'p. Chetga chiqmasa aytsam bo'ladi. Kelib turaman sizlarga padeshkaga. Hozirgi paytda o'sha chekkalar tumanlar kelmay qo'ydi. Sababi yutdi ular. O'sha hammasi yutib 75-50% asfaltlar bo'lib ketdi. Qo'ldan kelgancha ehson aytdilar. Majburiy yig'ilish yo'q. Xohlagan holda ehson berish. Keyin yana bir narsa aytaman, mana shu akamiz bitta ayoli. 4 ta kelini bor. 4 ta o'g'il, 4 ta kelini, uning aka-ukalari bor. Qayinsingillari bor. Ana shunday sizlar har bitta xonadonni cho'pga olishlaringiz kerak. Shu yerda Palonchayev yashaydi. Palonchayevning nechta o'g'li bor? 4 ta o'g'li bor. 4 ta o'g'ilning xudolariga siz bepul ovoz, hozir siz ehsoningizdan tashqari bepul ovozini taklif qilingizlar. Tushunyapsizmi? Mahalladoshlar, bu videoni qanday chiqib ketadi? Chiqib ketsa kimdir meni videomdan foydalanadi. O'tgan yillar ko'p odamlar foydalandi. Men shu open budjetni tashkillashtirishib, o'zim mana shu narsaga qiziqaman. Odamlar biriktirib ishlashga. Ya'ni odamlar salgina biriktirsangiz, odamlar qo'shilib ketadi. U deydi, biz ko'chamiz asfalt bo'lar ekan. Men asfaltlarni o'zlaringiz kelishib, necha kilometr qo'yamiz, qancha qo'yamiz, o'sha narsalarni ham aytib o'tadilar. Kimning yo'li yetmay qolsa, xafa bo'lish yo'q. Keyingisida qo'yapsizlar. Hurmatli mahalladoshlar, har kuni kelingizlar. Birinchi kundan mahalladoshlar ulgurmaysizlar. Mana shu narsani tezlashtiringizlar. Men aytgan ro'yxatlarni tezlashtiringizlar. O'shanda yutasizlar. Keyin ayollarimiz sizlarga ham bog'liq. Sababi ertaga mana shu hozir nuroniylar, yosh kattalar keladi-yu. Yosh kattalar hamisha ehson qani duo beradi. Aslida o'ynaydigan yoshlar, bolalar o'shanda onalari jo'natmaydi. O'shanda bir iltimos qiladi. Tushunyapsizmi? O'shani o'zimizni mana shu yerda o'tirgan shu odamlarimiz oilalarini aytsin, bir-biriga, hamshiralarga aytsin. Kelingizlar. Biriksa mahallada ishlab biriksa yutasizlar. Mening 4-open budjet. Komandalar zo'rda ham chiqib ko'rdim. O'tgan yil ham ko'rdim, bundan ham oldin ko'rdim. Yildan yilga yana aytib o'taman, yutsa bo'ladi. Ko'chalaringiz qani bo'yacham ko'chalarni loylarda asfaltda yurgan qayda, loyda yurgan qayda. Ana prezidentimiz shunday imkoniyat beryapti.
Sizlarga har doim mana shu do'stimiz kelganda kelib turaman, sizlarga bilgan narsani o'rgatib ketaman. Mana shu nima deydi? Qo'limdan kelgancha. Faqat sizlar yig'il deganda shunga kiysalaringiz oxirgi kunlar qolayotganda ayol kishilardan chaqiring. Ayol kishilar ham juda katta yordam beradi. Juda katta yordam beradi. Hozir sizlarga o'qimish ta'zim tuyulyapti-da. Ko'plar aytadi, yutolmayman. Yutsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Men o'zimning tajribamni aytib ketaman sizlarga. Tushunyapsizlarmi? Sizlarga bir motivatsiya berib, hurmatli 5 blok mahallasi.